barcha sharaf va unvonlarga la'natlar bo'lsin. Ushbu so'zlar O'zbekiston tarixidagi birinchi va yagona ayol rahbar Yodgora Nasridinovaga tegishli. Nasridinova nomi O'zbekistonda unchalik taniqli emas. Bilakis, u bir necha yil mahalliy, keyinchalik respublika va hatto ittifoq darajasidagi rahbarlik lavozimlarini egallagan. 1959-yilda Yodgora Nasridinova O'zbekiston SSR Oliy Soveti Prezidiumi raisi etib tayinlanadi. Ya'ni u respublikaning rasmiy rahbariga aylanadi. Shundan keyin uning respublikaning amaldagi rahbari Markaziy qo'mita bosh kotibi Sharof Rashidov bilan raqobati kuchayadi. Bu kurashda Brejnev qo'llagan Rashidov g'olib bo'ladi va Yodgora Nasridinova Moskvaga chaqirib olinadi. Unga ittifoq darajasidagi rahbarlik lavozimlari beriladi. Qayta qurish davrida esa Nasridinova hayotidagi eng og'ir davr boshlanadi. U 2,5 yil mobaynida so'roq qilinadi. Barcha lavozimlardan bo'shatiladi va partiya safidan o'chiriladi. Bu orada uning yagona o'g'li yurak xurujidan vafot etadi. Qizi esa og'ir ahvolda shifoxonaga tushadi. Shu tariqa butun umr Sovet davlatiga xizmat qilgan Nasridinova aynan shu tuzum tomonidan yanchib tashlanadi.